hech kim bir xohar hamshiramizni aytolmaydiki sen bozorga bormagin deb. Vaqtiki o'yiga erkaki yo'q, ishini qilayotgan kishi yo'q, ijozat bergan shariat bozorga borsa. Hech bir xoharga bir aytolmaydiki sen vaqtiki mudiri bir maktabsan, muallimi bir maktabsan, bormagin deya olmaydi. Ijozat bergan shariat. Vaqtiki ayni shaklga idorati davlatiga ishlaydi, xoharlarimiz bor, baxotir taloshi uchun vazifalari bor. Ofa-singil hamshiralariki idorati davlatiga murojaat qiladi, u xoharlar taloshi qiladi. Bahsi habs va zabt hisoblari borki, vaqtiki jurm bo'lgan desa, bir xoharda borib o'sha xohar hamshira borib qo'llariga zavlona taylaydi, u mujrimni tutadi. Mujrim xoharlarda shularga hech shariat aytmaydiki sen chiqmagin deb. Ammo shariat muqaddas bir narsani shu xohar hamshiralarimizdan xohlaydiki, hijob islomini muroat sodiqona aytaman, mas'alai hijob, hukmi hijob, farziyati hijob marbut bir shayxul hadis, olim, amrul ma'ruf, riyosat qat'an irtiboti yo'q bu narsani. Bu riyosatlar bu ulamolarda yo nasl javon ulamolar doilarida gafidan ilgari ham o'ltirgan oqsoqol otalarimizni darvozasiga bitta chap qaragi deybilsa, valloyiki qo'liga shoxasi bo'lsa shoxani qannaga tiqmaydi. Pas ma'noyi hijob mana shu narsadir. G'ayrat va shahomat bir mard xohlamaydiki xohari, ayoli, qizi, onasi va xola va ammasi nomahram kishilar bilan o'zlari ham ochiq bo'lsa, sanahoy qaqaga va ayni shakl hech bir adab va axloq islomini muroat qilmasa, hech bir javonning yuragi xohlamaydi. Pas ma'noyi hijob mana shu narsadir.